Assalomu alaykum, hurmatli muxlislarimiz. Bu YouTube'da diabetni davolash kanali. Bilasizlar, marafon boshlaganimizda sahrni oshirmaydigan qilib milliy taomlar deb marafon boshlaganmiz. Xo'p, bu marafonimizning birinchi videosi bugun chiqdi, birinchi kunning menyusi chiqdi. Shu marafonga qo'shilganlarni to'g'ri yo'lga solish uchun biz videolarni tegi kommentariyalarga, tushunmovchiliklarga javob berib turamiz. Kelishganmiz. Agar bugun 14-da video chiqsa, siz kommentariyalarga tushunmagan narsangizni kommentariyada yozasiz. Men bir kun avvalgisiga sizga javob beraman. Xo'p, kimdir bu videoni ko'rib qolsa, YouTube'dami, Instagram'dami, Facebook'dami, xo'p, meni ham qo'shing deb yozmoqchi bo'lsa, meni Telegramim. Mana shu Telegramga yozasizlar. Telefon qilganning foydasi yo'q. Telegramni saqlanch qilasizda yozasiz. Yoki mana bu QR kodni saqlanch qilsangiz, Telegramim chiqadi. Xohlagan paytda qo'shilib oling. Qo'shilganingizda yangi qo'shilganlar 0-kundan boshlang degan stiker qo'yib qo'yganimizda eng tepadan boshlaysiz. Eng boshidagi videolarni ko'rib, tushunib boshlab ketaverasiz. Yoki xohlagan kuningizdan boshlab ketavering. Bu videolar har oyda yangilanib turadi, yetkazib olasiz. Xo'p, demak, kechagi savollarga javob beramiz. Juda ham qiziq ikkita savol bo'lgan ekan. Bu videolarni YouTube'ga joylashdan maqsad ikkita. Birinchidan, shu Telegramni trafikini to'ldirmaslik gruppada, bu endi katta ma'lumot oladi bu videolar. Ikkinchidan, boshqa bemorlar ham ko'rsin, foydali savol-javob bo'lsa, o'zi uchun manfaat olsin yoki shu marafonga qo'shilgisi kelib qolsa, ko'rsatdim qanaqa qilib qo'shilishni. Xo'p. Demak, birinchi savol. Xo'p. 3 oy diyeta qildilar, tuzalib ketibdilar. Lekin keyin diyetani buzgan ekanlar, sahrlari yana oshib ketibdi. Endi bu odam tekshiruvga kelmagan, gormonal o'zgarishlari kuchli bo'lishi mumkin. Diyeta sport qilib remissiyaga erishganning o'zi katta gap. Demak, qolgan odamlar shu savolni ko'p berasizlar. Kim tuzalgan bo'lsa, Xudoga shukr tuzaldingiz, diyetani, sportni buzmang. Kamdan kam odamlar tuzalganidan keyin nima yesa ham sahr oshmaydigan bo'ladi. Uning uchun ozgina vaqt kerak. Qorin aylanasi, insulin, testosteron, jigar yog' bosganligi, och qoringa sahr, glikeronli gemoglobin, mana shu analizlarning hammasi uzoq yillar mobaynida normada turganida keyin sekin-sekin diyetani buzishga ruxsat bersa bo'ladi. Xullas, tuzalib oldingizmi, yaqin 4-5 yil ichida diyetani buzmang. Xo'p, keyingisi oshqozon osti bezini operatsiya qilib sahrdan qutuldim deyishyapti. Shunga munosabatingiz qanaqa? To'g'ri, juda ham semiz odam bo'lsa operatsiya qilib tuzatsa bo'ladi. O'zini ko'rsatmalari bor. Bu haqida bir nechta videolar bor. O'sha videolarni o'tib ko'ringlar. O'rtoqlar, YouTube'da mana shu diabetni davolash kanalida navigatsiya degan videoyim bor. Navigatsiya o'zingizga kerakli videolarni topish bo'yicha. O'sha videoni birinchi o'chirda ko'rib chiqishingiz kerak. Xo'p. Testosteron ukol topilmasa, o'rniga gelini surib tursa bo'ladimi vaqtincha debdilar. Bo'lmaydi, chunki biz xohlaganchalik ko'tarib bermaydi. Testosteronni erkaklar uchun suradigan geli mana bunaqa oq korobkada bo'ladi. Bu gelning ichida sashelar bo'ladi. Mana shu sashesini bittadan 2 mahal surganda ham biz xohlagan natija, ukol bilan olinadigan natijaga erishib bo'lmaydi. Juda pulingiz ko'p bo'lsa va testosteron ukol topilmay qolsa, surib turarsiz. Ayollarga mana bunaqa gelni ishlatamiz. Buni erkak bilmadim, bir 4 doza surish kerak. 700 ming turadi, bir 15 kunda tugatasiz. Juda ham qimmatga tushib ketadi. Xullas, mayli, o'zingizlarga qaranglar. Meni javobim yo'q. Xo'p, keyingisi 3 yildan beri onlayn davolanaman, sahr dori ichmayman. Prosta maqtanibdilar. Xo'p, Alloh, mana juda qiziq savol. Yoshim 62da. Tana vaznim 107 kilogramm. Bu ayol kishi yozyapti-da buni. Bu dahshatli ayol kishi. Bu mendagi bu bo'yi 180 bo'lgan sportsmenga ham katta besda. Qorin aylana 120. Bu erkaknikidan ham dahshat katta. Sahrim och qoringa 8, to'q qoringa 9.7. Kuniga bir mahal inflazin ichaman. Bir mahal kechqurun Lantus degan ukol olaman. 12 единица debdilar. Qanaqa maslahat berasiz debdilar. Sizga umuman Lantus kerak emas. Mana marafon, mana sizga ovqatlar. Mana sahringizni oshirmaydigan ovqatlar. Ertalab 1 soat, kechqurun 1 soat yurish kerak. Mana sizga qanaqa vitaminlarni birinchi kundan ichish kerakligini o'rgatdik marafonda. Lantus qilmang. Bitta-ikkitaga sahringiz olsa ham Lantus qilmang. Lantus sizni semirtirib yotibdi. To'xtating. Bunaqa vazni katta odamga Lantus qilmaydi. Inflazinni ichib turing, sahringiz 5 ga tushganda inflazinni ham kamaytirasiz. Xo'p, och qoringa 13, 2 soatdan keyin 13. Sport qila olmadim.
madorim yo'q debdilar. Madori yo'q odamni gormonal o'zgarishlari kuchli bo'ladi. Buni to'liq tekshirib topshirish kerak. Tekshirib davolash kerak. Bu sizga mador beradigan bitta dorini aytdim, bemalol olib ichishingiz mumkin. Xo'p, gormonlarni tiklash uchun harakat qilyapmiz, lekin uyquni o'z vaqtida to'laqonli bo'lishi haqida ma'lumot bering debdilar. Diabet va uyqusizlik, diabetda uyqusizlikni davolash degan video bor kanalda, o'tib ko'rasiz. Xo'p, zaharli bo'qoq bor debdilar. Tirazolni kuniga bir mahal ichyapman debdilar. Bu gormonlar sahrga sabab bo'lishi mumkinmi? Tak, zaharli bo'qoqda glyukoneogenez kuchayib ketsa-da sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, birinchi marafoningizda qatnashgandim. Bu ikkinchi qo'shilishim. Yaxshi bo'lgandim. 9 oyda gormonlarim ham joyiga kelgandi, lekin yana gormonlarim buzilgan. Yoshingizni yozmabsiz-da Gulchehra. Yana qaytariladi. Hammasi tushunmayapman. Yoshingizni yozmabsiz-da. Odam qariydi, yildan yilga qariydi. Gormonlarini kamayib ketsa, o'rniga o'rin ichish kerak. Xo'p, mana muxlislar savol berishingiz mumkin, lekin bir-biringlarga bu yerda javob bermanglar. Ayniqsa tuzalmagan odamlar. Xo'p. Doktor vaznim 86, bo'yim 180, qorin aylanim 106. Vitaminlarni ichsam bo'ladimi debdilar. Uchqun aka bemalol ichsangiz bo'ladi. Sizga juda ham to'g'ri keladi. Nima vitaminligini tushunmayotgan bo'lsanglar, muxlislar, biza marafonchilarimizga tezroq tuzalsin deb qondagi qandni tushiradigan eng yaxshi vitamin dabavkalarini o'rgatganmiz. O'shalarni nazarda tutilyapti. Xo'p. Men 66 yoshdaman, bo'yim 170, qorin aylanam 123. Ves 118 edi, hozir 97, sahr 10 edi. Hozir och qoringa 13, to'q qoringa 17. Vitaminlarni qabul qilsam bo'ladi. Bo'ladi. O'sha aytilgan narsani hammasi sizga to'g'ri keladi. Tak, xo'p. Savollarga javob berdik mana, o'rtoqlar. Ko'rdinglar, yana bir marta. Demak, bu bugungi savollarga javoblar edi. Mana shunaqa o'rgatib turamiz. Demak, yangi chiqqan video mana bugun bu diabet marafonining birinchi kunini videosini qo'ydik. Savollarni shu yerga yozamiz. Bir-biringlarga javob bermanglar. Savolni menga berasizlar. Ayniqsa tuzalmagan odam hammaga maslahat berib o'tirmang. Tuzalib olgan bo'lsangiz mayli edi. Yoki doktor bo'lsangiz ham sizga javob berishga ruxsat yo'q. Siz qo'lingizdan kelmaydi diabetni tuzatish. O'shaning uchun betga savollarni yozamiz. Chatda xohlagancha gaplashishinglar mumkin. Bu yer siz tushunmagan narsalaringiz uchun. Mana milliy marafonni diabetni birinchi kunini menyusiga bugun siz tushunmagan savollaringizni yozishingiz mumkin. Endi ovqatga tegishli necha minut qaynatamiz? Misol uchun bir piyola devzira necha gram bo'ladi degan narsalarni kuratorlardan, xullas ovqat pishirish bo'yicha masalliqlar bo'yicha qayerdan topaman, necha gram qaynatamiz, necha minut qaynatamiz, necha gram suv qo'shdingiz degan narsani oshpazlarimiz bor, powerlarimiz bor. Ko'p yillik powerlar bor bizda. Xo'p, kuratorlar bor, o'shalardan so'raymiz. Lekin tibbiyotga tegishli doktorning o'zidan so'raydigan savolni mendan so'raysizlar. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Yana bir marta qaytaraman. Kimdir qo'shilgisi kelib qolsa, mana shu Telegramim saqlanch qilib qo'shasiz. Mana bu QR kod, buni ham skanerovat qilib Telegramimga o'tib yozsa bo'ladi. Sog' bo'linglar. Faqat Telegram orqali, boshqa yo'li WhatsApp, Instagram hech narsa yo'li yo'q. Telefon qilish aynasa mumkin emas. Bo'pti.